chiqaramizda hozir mana. Shuncha odam turibdi. Birgalashib chiqaramizda aka. Nech pul? Ayting. Naqd pul berakmi, sotib berakmi, yo sotishga tashib ketasiz. Mana 3 ta variant bor. 26 naqd pulga sota olmaysiz. Aka, to'g'ri tushuning. Bu mashin kraskasi bor-ku. Bu katta mashin, boydi mashinasi-da bu. Kraskasi bo'lsa, masalan, Gentralarni, masalan, orqa krilasida kraskasi bo'lsa $500 tushsa, bularni bitta detalda kraska tushsa $2000-$3000 tashib beradi. Men top-toza pashti yangisini 28 mingga reklama qildik kecha yaqinda. Hali sotilmadi. Men u yigitga aytdim, "Sal arzonroq qo'yaylik, pul zarur bo'lsa" desam, "Aka, oxirgi narxi degdi, mana haligacha sotilmadi." Endi buni 25,5 mingga so'ragan bo'lsa, aka, meni maslahatim sizga. Bering o'sha odamga. Hali ham o'sha mijoz turgan bo'lsa. Bering aka. 25,5 ming u minuvchida, to'g'rimi? Men olib sotaman aka. Men tim bo'li arzonroq olishim kerak. Chunki arzonroq sotaman. Beradigan narximiz 23 mingdan naqd pul beramiz. Ana daftar, saptar, ertaga degan narsa yo'q. 23,500 gacha olsak bizga 24 mingga tushadi. Men buni 24,500 lar atrofida sotaman o'zim. $400-300 qo'yaman. Qo'ysam. Endi maslahatlashib ko'ring aka.